Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Namangan Samarqand sovxozidagi ishimiz Xudo xohlasa o'z nihoyasiga yetdi. Ichkarilib fon tugadi. Latoli bo'lgan. Chizmani ham o'zimiz chizganmiz, joyiga yarashagan qilib. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab telefon raqami qoldirib aloqa chiqaverasizlar. Ishimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Ko'rganday men izlaringni men topa olmadim. İshon sensiz bir an ham yashay olmayman.